Gibrid sistema qanaqa tarzda ishlaydi? Gibrid sistema xuddi shu holatda boya tushuntirganimizdek on-grid sistemadagidek quyosh panellari o'zgarmaydi. Aytaylik, Jinko panellari 620 wattdan 16 dona qo'yiladigan bo'lsa, 16 dona shu holatda qoladi. Kabellarimiz shu holatda, himoya vositalarimiz shu holatda qolib, faqat on-grid inverter tizimimizning o'rniga gibrid inverter keladi endi bu yoqqa. Masalan, 10 kilovatlik aytaylik yoki 11 kilovatlik, 15 kilovatlik gibrid inverter keladi hamda gibrid inverterning vazifasi uni yoniga zaxira sifatida akkumulyatorlarimiz qo'yiladi. Qachonki gibrid sistemasining vazifasi xonadoningizda svit o'chganda gibrid sistemasining asosiy vazifasidan bittasi xonadonni tok bilan ta'minlash. Agar kunduziga keladigan bo'lsak, quyosh panellaridan kelayotgan tokni inverter akkumulyatorsiz ham gibrid inverter sizga xizmat qilib berishi mumkin. Lekin tunga keladigan bo'lsak, quyosh paneli tunda ishlamaydi. Juda ham kam tok berishini hisobiga zaxiraga akkumulyatorlar keladi. Qachonki xonadonda svit o'chsa, akkumulyatordan tokni olib sizni xonadoningizni ta'minlaydi. Akkumulyatorlarimizda ham to'liqroq ichiga kirib ma'lumot beramiz. Bundan keyingi videolarda hozir qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Akkumulyatorlarimiz ikki xil turda bo'ladi. Quyosh paneli akkumulyatorlari geliviy turdagisi bo'ladi, litiviy turdagisi bor. Geliviy turdagisi bundan oldingi videolarimizda Instagram profillarimizga qo'yganmiz. Mashina akkumulyatorlariga o'xshagan kichkina hajmi ishlash sikli kamroq bo'ladi. Litiviyda bo'lsa, litiviy temirda bo'lsa, ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan 7 yil kam muddatga garantiya berilgan yong'inga qarshi funksiyalari ham bor. Masalan, xonadoningizga akkumulyatordan yoki qanaqadir yong'in chiqadigan bo'lsa, o'zini o'zi o'chirish xususiyati ham bor. Gibrid sistema asosan o'sha qachonki gibrid sistema inverterining asosiy maqsadi xonadoningizda tok o'chib qolsa, aytaylik sizni xolodilligingiz, televizoringiz yoki qanaqadir kuyishga moyilligi bo'lgan xonadoningizga iste'molga loyiq bo'lgan narsalaringiz bo'lsa, o'shalarni himoyalash maqsadida inverterimiz, gibrid inverterimiz to'g'ridan-to'g'ri даже siz xonadoningizdan davlat toki ketib qolganini sezmaysiz. Shunchalik darajada akkumulyatordan olib, zaxira qilib birdan xonadoningiz ta'minlana boshlaydi. Undan ortganini esa davlatga sotishi mumkin. Asosiy maqsadi, qisqacha qilib aytganda, asosiy maqsadi xonadonni ta'minlab, undan ortganini davlatga sotishga xizmat qiladi. Off-grid sistemasi haqida gaplashamiz. Off-grid sistemasi ham on-grid, gibrid tagidek quyosh panellari o'zgarmaydi. Faqatgina o'sha gibrid bilan on-grid o'rniga off-grid sistemadagi inverter qo'yiladi. Faqat qo'shimcha ko'proq akkumulyator, zaxira akkumulyatorlari talab qiladi. Chunki nimaga? Davlat toki yetib kelmagan. Birinchidan kunduzi o'sha quyosh panelidan olgan elektrni ham xonadoningizga ta'minlaydi, ham akkumulyatorni to'ldiradi. Tunda o'sha akkumulyatordan olib, quyosh paneli tok bermagani hisobiga akkumulyatordan olib xonadoningizni ta'minlaydi. Tuni kun davlat toki yetib kelmagan joylarga ham tuni kun xizmat qiladi. Shu bundan tashqari off-gridga quyosh paneli, masalan, davlat toki yetib kelmagan fermer xo'jaliklari bor. Fermer xo'jalik u alohida tema, inverter chastotniklar deyiladi. Inverter chastotniklar quyosh panellari qo'yiladi. Hamda o'sha inverter chastotniklar qo'yib, nasos aytaylik 22 kilovatlik nasos, 1 soatda 22 kilovatlik nasos bor. Davlat toki yetib kelmagan. 70 metr chuqurlikda turibdi. Bu fermer xo'jaligidagi akalarga tegishli. Quyosh paneli o'rnatiladi. 22 kilovatga, misol, kamida 1 ga 1,5 barobarda quyosh panel qo'yilib, o'sha chastotnik inverterimiz qo'yamiz. Bu inverterimiz 1 kilovatdan 5,5 kilovatgacha bir faza, 5,5 kilovatdan 110 kilovatgacha inverterimiz 3 fazalik bo'ladi. O'sha sizni nasosingizga qarab inverterni mo'ljalini olamizda 1 ga 1,5 barobarda quyosh panel qo'yib, to'g'ridan-to'g'ri davlat tokisiz hech qanaqa tashqi elektr energiyadan olmasdan turib, o'sha nasosingizni davlat toki qanaqa tartibda ishlatsa, xuddi shu tartibda nasosingizni ishlatib sizga chuqurlikdan suvni olib, inverter o'sha nasosingizda ishlatib nima qilib beradi. U aytaylik, misol uchun ertalab 8 lardan boshlab kechqurun 5-6 gacha bemalol nasosingizni ishlatib xizmat qilib beradi.